Bolalar, bugungi videomizda biz One Piece animesidan olingan Robloxdagi Bloxfruit o'yinini o'ynaymiz. Mazza qilib ta'minlanglar videoni ko'rib. Hammaga salom, sizlar bilan men yana shu Baha Gamer. Do'stlar, bugungi videomizda biz mana bu o'yin, ya'ni Robloxdagi Bloxfruit o'yinini o'ynaymiz. Bu o'yinda ko'p odamlar o'ynashimni xohlamadi-yu, lekin men mana shunaqa video chiqardim. Xullas, bu yerda missiyalar qilib kuchayish kerak va bu o'yindan bitta men taassurot olganman. Ya'ni kuchli bo'lish uchun faqatgina vaqt va sabr kerak. Boshqa hech narsa kerak emas sizlarga. Chunki bu o'yinda kuchayguningizcha juda ham, hatto yillar o'tib ketishi ham mumkin. Lekin bu o'yin sizlarni zeriktirib qo'ymaydi. Har xil upgrade'lari, har xil narsalari to'g'ri avvalgiday narsalar, ya'ni uncha zo'r emas, aktivi ham tushib ketgan. Lekin bu o'yinda hali ham boshqa odamlar o'ynashadi, hali ham yaxshi ko'rishadi. Va hozir Valentine's, ya'ni sevgi, shunga o'xshash upgrade kelgan. Hozir shu o'yinda o'ynab mazza qilib dam olamiz va shunaqa gaplar do'stlar. Bu o'yinda o'ynagunimcha juda ham ko'p vaqtlar o'tib ketdi. Bu judayam qiyin o'yin ekan. Monetdan questlarni olib, yurak degan narsalarni olish kerak ekan. Questlarni bajarish kerak. Va ular sizlarga yurak beradi. Ya'ni bu narsalarga xohlagan narsalaringizni, ya'ni deyarli xohlagan narsalaringizni olsalaringiz bo'ladi. Frutlar, mevalar, har xil balki reysni o'tkazuvchilar, ya'ni yangilovchilar va har xil questlar beradi. Hattoki 2 ta bossdan qo'shib 3 ta bossgacha berishi mumkin, ya'ni o'ldirishgacha. Va boshqa narsalar. Har xil questlarni ham berishi mumkin. Hatto 10 ta mana bunaqa, masalan, yomonlarni, ya'ni dushmanlarni o'ldirishingiz mumkin. Va bu yerda quest degan narsalar bor va ana shularni qilib o'zlaringizga herd yoki levelga ko'tarishlaring mumkin. Hozir men 3-seat bor. 3-seat degan narsalar bor va men hozir seat 3 daman. Bilmaganlar bilib qo'ysin, bu 3-seat uchun 1500 level ko'tarishlaringiz kerak. Seat 2 ga bo'lsa 700 level kerak. Sizlar birinchi o'ynaganlaringda seat 1 da bo'lasizlar va levellaringiz ham birinchi bo'ladi. Sizlar birinchi chiqqanda ikkita menyu chiqadi: Pirate yoki Marines. Marines tanlasalaring hammasiga dushman bo'lasizlar. O'zlaringga qo'shib Marineslarga. Agar Marines tanlasalaring faqat Pirate'larga dushman bo'lasizlar, qolganlarga, ya'ni o'zlaringizdan bo'lganlarga umuman tegmaysizlar. Va bu o'yinda 20-level bo'lganlaringizdan so'ng bemalol PvP qilsalaringiz bo'ladi. Masalan, men nimadan oshib ketganim uchun hozir mana bu o'yinda bitta odam meni o'ldirib qo'yishiga ozgina qoldi va hatto o'ldirdi ham. Xullas, o'zi Bloxfruit shunaqa yaxshi o'yin, zo'r o'yin, tuzatsa bo'ladi. Hozir mana shu videodagi 10 ta bossni o'ldirib olsam, boss emas, shu NPC'larni o'ldirib olsam yaxshi bo'ladi va lekin mana yonimdagi mana yomonsamga tegyapti. Men buni o'ldiraman desam, hozir bunday qotyapti o'yin. Chunki bu o'yincha telefonlarga yaxshi emas desam ham bo'ladi, demasam ham bo'ladi. Salgina yaxshi, uncha emas lekin. Bemalol PvP qilsalaringiz bo'ladi 20-leveldan keyin. Lekin aytib qo'yay, sizlar masalan, sizlar birinchi yoki endi 20-level bo'lib, boshqa 100-levellarga bunday PvP qilamiz deb qo'ysalaringiz 100% yutqazasizlar. Va bunda bounty degan narsalar ham bor va mana shunaqa frutlar ham bor. Bularni yeb har xil qobiliyatlar bo'ladi. One Piece animesini ko'rganlar bo'lsa, bular biladi. Va yana qilichlar bor, o'shanga o'xshash narsalar. Keyin melee degan narsalar bor. Bular
jang qiladigan narsalar, ya'ni qo'lda jang qiladiganlar, har xil qobiliyatlar. Sizlarga birinchi kirganlaringda kombat deyiladi va unda kamida 2 dona qobiliyati bo'ladi. Birinchisi menimcha to'g'riga shunday shiddat bilan otilish, ikkinchisi bo'lsa oyoq bilan yerga urish. Shunga o'xshash narsalar ham bo'lishi mumkin. Keyin sizlar buni almashtirish uchun sizlar yo 100-level bo'lishlaringiz kerak, yo 200-level bo'lishlaringiz kerak. Bunaqa narsani qilish uchun ko'p pul kerak. 150 ka pul kerak, boshqa pullar kerak, juda ham ko'p pul kerak bo'ladi. Agar sizlar pul topishga qiynalsalaringiz, demak sizlar aniq qiynalsizlar. Nimagaki bu o'yinda pul topish juda qiyin. Birinchi seya uchun, ikkinchi seya uchun uncha emas, lekin ikkinchi seyadagi narxlar birinchi seyaga qaraganda ancha arzonroq, 2,5 million, 3 millionga boradi, lekin seya 3ga o'tganlaringizdan keyin har xil, masalan, bosslar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, seya event, ya'ni dengiz eventi bo'lishi mumkin. Har xil orollar, xullas bu o'yinda o'zlaringiz o'ynasalaringiz, o'zlaringiz bilib olishlaringiz mumkin. Mana unaqa qilib mevalarni olishlaringiz mumkin. Mana flame, rubber, diamond, har xil mevalar bor. Keyin har xil qilich otadigan narsalar bor. Men hozir ishlatayotganimda menimcha, o'ylashimcha, otadiganimda shunday narsa bor. Ya'ni qobiliyatlari menimcha olovli qalqmush qushiga o'xshash shunday narsa qiladi va yana ko'p narsalar. Do'stlar, agar bu o'yinni kimdirlar o'ynasa, men kommentariyaga keyin nomimni ham qo'yib qo'yaman. Bemalol Twitter tashlab birgalikda o'ynashimiz mumkin. Agar kimgadir yordam kerak bo'lsa ham yordam beraman. Faqat bitta muammosi bor. Sal kuchlimanda. Seya birdagi bosslarni bir-ikkita zarbalarda o'lib ketishi mumkin-da. Shuning uchun nimadir qilishga to'g'ri keladi. Do'stlar, keyin bu o'yinda o'ynaydiganlarga bitta maslahatim, hech qachon krisalik qilmanglar. Bironta odam o'ynayotganda iltimos. Mana yerda Valentis shop bor va yurakka mana shu yerda narsalar o'salaringan bo'ladi. Agar shu o'yinda o'ynaydiganlar bo'lsa, bu o'yinni tushunadilar. Keyin qasdlashdagi narsalarda har xil mana kiyimlar, har xil narsalar, bularda ko'pini narsalardan olganmiz. Mana fruitlar, mana yerda qilichlar bor. Keyin har xil narsalar. Race degan narsalar bor. Race V4, V3, V2. Shunga o'xshash narsalar bor. Masalan, sizlar birinchi kirganlaringizda Human V1da bo'lasizlar. Lekin ko'p ehtimollar bilan masalan quyon yoki farishta yoki nima desam bo'ladi? Ya'ni shark race bo'lishlari mumkin. Shunga o'xshash race'da bo'lasizlar. Yana nima desam bo'ladi? Masalan, men yegan meva, masalan, budda. Bu o'yinda o'ynaydiganlar biladi. Budda nima qilishini. Budda sizlarni katta odamga aylantiradi va boshqa bir nimalarni o'ldirayotganlaringda ya'ni zarbalarni jonini olishni pasaytiradi. Faqat buni seya 1da topish ancha qiyin. Shuning uchun seya 2ga o'tganlaringizdan so'ng bemalol topsalaringiz bo'ladi. Yana nima desam bo'ladi? Yana bunda haki degan narsalar bor. Haki emas, aura degan narsalar bor. Bu sizlarga masalan logiyasi bor mevalarga zarbalarni qaytaradi. Xullas, bolalar, bugungi videomiz shu yerda tugatsak ham bo'ladi.
Videonchi cho'zilib ketdi. Do'stlar, kirisalarga bitta so'zim, kirisalik qilmanglar. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videogacha kutib qolinglar. Xayr hammaga.